Amerikaning Boston shahridagi bir qism Uyg'urlar va Uyg'ur davosini qo'llag'uvchi Amerikaliklar Boston kilitliklar komandasining basketbol cho'lpini Anas Kanterning musobaqasiga qatnashib, uningga minnatdorligini ifodalagan. 26 oktyabr NBA cho'lpini Anas Kanterning komandasi bilan Washington Wizards komandasining musobaqasi o'tkazilgan bo'lib, musobaqa naq maydonida Uyg'urlar va Uyg'urlarni qo'llaydigan Amerikaliklar qo'llarida Anas Kanterga rahmat degan xatlarni va oy yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib, uningga madad bergan. Anas Kanterning musobaqasida uningga madad bergili borganlar orasida Tibetlarmi bor bo'lib, ularmi Anas Kanterning Tibetlar uchun ko'rsatgan jasoratiga rahmatini bildirgan. Oldingi hafta Anas Kanter Xitoyning Tibetlarga yurgizayotgan zulmlarini tanqidlab, bir sinf filmi tarqitib, zo'r g'ulg'ula qo'zg'agan. Orqadan u yana Uyg'urlar haqida sinf filmi tarqitib, Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni darhol to'xtatishga chaqirgan. Anas Kanter mazkur sinf filmida yana musulmon davlatlari rahbarlarini Xitoydan oladigan savdo manfaatini ko'zlab, o'z dindoshlari bo'lgan Uyg'urlarga yurgizayotgan zulmlarga sukut qilayotganligini qattiq ayblagan edi. 25 oktyabr kuni Anas Kanter yana yangi bir sinf filmi tarqitib, Nike şirketining Uyg'ur majburiy emgakiga sherik bo'layotganligini tanqid qilgan va uni bu harakatini oyoqlashtirishga chaqirgan.